2020-yildagi insonlar qarmoq sal piyoramdek turdi. Agar biz 2020-yilni qayta qo'zg'atadigan miqdorga erisha olsak, sizning qayta boshlag'ingiz bormi yo'q? Javob balki bu video ichida bo'lishi mumkin. 1918-yili virus tarafidan qo'zg'algan bir maydon tarqalishchan zukam yer sharining yermindagida qopildi. Bu qitimliq tarqalishchan zukam sababidan o'lgan odam soni hatto o'xshash bir yilda oxirlashgan birinchi qitimliq dunyo urushidan eshib, kishini cho'chitgidek 50 million odamga yetdi. 100 yil keyin biz bildikki, bu bo'lsa insonlar virusi, cho'chqa virusi va uyqusi virusi qatorliqlar birlik tashkil qilgan bir xil yangi tipli virus bo'lib, bir xil tabiat dunyosida mavjud bo'lib boqmagan virus. Biz uni H1N1 deb atadik. Amaliyotda barliq jonliqlar degudek tini ichida virus elib yuradi. Uzoq taraqqiyot jarayonida bu viruslar allaqachon virus egasi bilan yaxshi munosabat shakllantirgan. Masalan, insonlarning badanida necha milliard virus mavjud. Insoniyat taraqqiyot tarixiga qaraganimizda yuqori o'lish nisbatiga ega viruslarning hammasi degudek bir o'rtaq alohidlikka ega. Bu alohidlik bo'lsa, ular turlardan olqigan tarqalish iqtidorini hozirlagan. Masalan, chechak, AIDS, oltirliq kasali, Ebola qatorliqlar. Undaqda zodi qandaq bir sabab virusning taraqqiy qilishini keltirib chiqaradi. 10 ming yil ilgari insonlar ko'ndirish iqtidorini egildi hamda hayvonlarni o'zining ishiltishiga ko'ndirdi. Dehqonchilik jamiyati boshlandi, nopos ko'paydi, to'plashdi. Odam bilan hayvonlar uchrashadigan vaqt o'zardi, virusmi taraqqiy qiladigan fursat erishdi. Bu vaqtda virusning turlari orasidagi to'salg'ini buzib tashlashida qarmoqqa faqat vaqt masalasida qolib qoldi. 20-asrda arxeologlar Misrda bir 3 ming yil burungi mumiyani topdi hamda uning tenida chechak qo'zg'algan izni bayqadi. Bu insonlar tarixida bayqalgan eng burungi chechak kasallik misoli. Chechak virusimi insonlar hozirgacha bilgan eng burun turlar halqib tarqalish iqtidoriga ega bo'lgan virus. Gerçi 3 ming yil burunla bu xil virus paydo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin nemishqa 72 yilda u tuyuqsiz atrofimizda pat-pat paydo bo'ldi. 1769-yili Watt farmashinasiga o'zgarish kirgizib, insonlarni par davriga olib kirdi. Ishlab chiqarish kuchi shiddat bilan oshdi. İnsanlarning boyliqqa bo'lgan ehtiyoji kun sari oshdi. Qon ichish, o'rmonlarni kesish, hayvonlarning makonini uzluksiz taraytdi. Tabiat dunyosidagi o'xshash bo'lmagan virus ilib yuruvchilar ko'plab uchrashishga boshladi. Undan keyin 200 yilda yemaklik zanjiri uzildi. Muhit klimatida g'oyat zo'r o'zgarish yuz berdi. Cheketga opti bargan sari ig'irlashdi, virusning taraqqiyoti tezlashdi. 2020-yilda yuz bergan ishlarga kelsak, qarmoqqa hammasi muvofiq tushuntirishga erishganda qiladi. Gerçi virus insonlarga to'ldirib olgan bo'lmaydigan ziyon elib kelgan bo'lsa-mu, lekin bakteriyaning kuchanisi bo'lish sifati bilan u badandagi bakteriyalarni cheklashga yordam qila oladi. Hatto ba'zi viruslar to'shuvchi sifatida vaksina tadqiqotiga ishlatildi. Shunga ta bugungacha biz virus mavjud bo'lishining ahamiyatini tushunishga yana alamolsiz. Naq gapga kelsak, 2020-yilni qayta qo'zg'atgan taqdirdami, endi qandoq bo'lmoqchi? Chekat kapiti, yuqori temperatura, qattiq qor, yonar tog', yer tevrak, dengiz toshqini, qattiq yig'liq eqin qatorliq tabiiy ofatlar oldida insonlar yanala intayin ojizdek ko'rinadi. Biz bir qitimliq virusning yamirishini, bir qitimliq tarqalishchan zukamning tarqalishini to'sib qola olsaqmi, lekin ikkinchi, uchinchi qitim biz yana qandoq taqobil turamiz? Ba'zilar klimat o'zgarishini keltirib chiqaradigan asosli sabab sanoat, ko'p qism odamlar bilan munosabatsiz deydi. Lekin siz o'ylab boqqanmi, eng oxiriy sanoat taraqqiyotining manfaatiga erishguchisi bo'lsa, barliq insonlar. Bu biz isrof qilayotgan yemekliklar, sulyo, qog'oz, tok qatorliq barliq boyliqlarning hammasi vositalik yoki vositsiz holda yer sharining muhitiga ta'sir ko'rsatayotganligidan darak beradi. Agar yer sharini bir hayotliq teniga o'xshatsak, undaqda insonlar yana qandoq bir rol o'ynaydi? Kelgusida biz yana qandoq rol o'ynashimiz kerak?